Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa, katta razmerda so'rilarni bog'iga kelganmiz. Razmerlari 4 ga 3, 2,5 ga 3,5, har xil razmerlarda qilib berishadi. To'liq ma'lumotini beramiz. Ekranga yaxshilab o'rnashib olasizlar. Aka-ukalar, xudo xolasa ishlarimiz ideal holatda bitirilgan. Ustakamiz 20 yillik tajribaga ega. Xudo xolasa ishlarimizni birma-bir polni ma'lumotini beramiz aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Jahongir obunachilari. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xudo xolasa qaysi biridan ma'lumotini berishni boshlaymiz? Mana shundan boshlayveramiz. Mana shundan boshlayveramiz aka. Xo'p aka, bu nima deb nomlanuvchi so'rimiz? Razmeri nechiga nechi? Oyoqlari nima? Bu so'rimiz razmeri 3,5 ga 2,5. Aha. Ko'zsiz yog'ochdan sifatli taxtalardan bo'lgan. Aha. Lagalari 7 ta. Aha. Lagalari 7 ta ekan, baquvvat Qalin yog'ochlardan bo'lgan. Oyoqlari ham o'ymali. Oyoqlari o'ymali. Sasna, orqa oyoqlari yong'oq. Ha, idealni qilib ishlanilgan ekan akalar. Gulxo'y holatda ekan bu so'rimiz. Aha, gulxo'y so'ri bu. Xo'p, bunimizni narxi nech pul aka? Narxini 13 million deyapmiz. 13 million deyapsiz. Agar bizni obunachilarimizdan chiqib qolsa, sal-pal tushib berasizmi aka? Kelishtirib beramiz siz obunachilaringiz. Vodiy bo'ylab ichida, to'g'rimi? Aha, Dastlabkasi bor. Qolgan joylargachi? Qolgan joylarga ham kelishamiz. Qolgan joylarga kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p, narigi so'rimiz qanaqa so'ri? Boshqacha chiqibdi aka, bu juda katta. Narigi so'rimiz bu yangicha yasadik, high-tech uslubida qilib. Aha. Bu sasna bilan yong'oqni hamohangligida ishlanilibdi. Ha, shunday bir yasadik. Tepalar yong'oq ekanda, perilalari. Ha, perilalari, mana qoshlari yong'oqdan. Juda chiroyli chiqibdi. Quruq yog'ochdan bo'lgan. Buni laga 8 ta, razmeri 4 ga 3 metr. 4 ga 3 metr. Aka, katta so'ri bu. Nechta odam sig'adi endi o'rtachana? 20 talar ketib qoladi. 20 ta odam sig'adi. Mabodo xon taxtasini qilib bering ustaka deb qolishsa, xon taxtalarini ham qilib berishaverasizmi? Xon taxtasini qilib beramiz, o'zi razmeriga mos keladigan qilib yasab beramiz. Ha, razmeriga moslab yasab beraverasiz, ha? Aha. Ammo ishlaringizga qoyil. Juda chiroyli chiqibdi, so'ri ham kattagina. Bu high-tech uslubida ishlanilibdi bu, ha? Aha. Xo'p, aka, buni endi narxi nech pul aka bu? Buni 15 million deyapmiz. Ha, bu 15 million dastavkasi bor, dastavkasi bor. Xudo xolasa dastavkasini qilib berishar ekan. Akamizga nomerlarni qo'yib ketamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu so'rimiz qanaqa? Juda chiroyli chiqibdi bunisi ham. Bu so'rimiz bu ham 3 ga 3,5 ga 2,5. 3,5 ga 2,5, ha bu ham. Bu ham qimmat so'ri, bu ham jinday rasxoti ko'proq bo'lgan. Lagalari 7 ta bu ham. O'ymalari jinday qimmat o'ymadan. Ha, o'ymalari jinday qimmatroqdan, ha? Ha. Bunga ham ancha delalari ham o'zidan chiqib ketganda buni. Ha, bu dela solingan ekan. Taxtani bir-biriga ulab, delalarni ham o'zidan chiqib yuborilgan. Dela solinmagan. Tayyor bo'ladi o'sha. Ha, 15 million buni narxi. Ha, buni narxi 15 million so'm ekan. Ozgina kelishtirib berasiz, ha buni ham. Aha. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, katta so'ri so'raganlar uchun bemalol pastga nomerlar qo'yib qo'yapmiz. Ekranimizdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ustakamiz 15 yillik tajribaga ega. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlaringni bitirib berishadi. Ko'rpoyli oyoqlari ham bir o'zgacha ishlanilgan ekan. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bitta savolda endi. Aha. Ishingiz ma'qul keldi deb yurtdoshlarimiz, masalan Rossiyadami, Turkiyadami ishlayib turganlar ko'rib qolishi mumkin-da videomizni. Aha. Masofadan turib zakaz bersa ham dastavka qilib beraverasiz, to'g'rimi? Qilib beraveramiz. Xudo xolasa aytgan joylariga kelishib xohlagan razmerda qilib beraverasiz. Aha. Aka, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa ma'lumotini to'liq berdik degan umiddamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa manzilimizni tushuntirib o'tsak, manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi, Alimergan qishlog'idan bo'lyapti. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli holatda ishlaringni chiroyli qilib buyurtma asosida tayyorlab berishadi akamiz.
Agar ulgurib qolsalaring, mana shu so'rilarimizni ham nasib qilib qoladi sizlarga. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Obunani bosib qo'yinglar. Albatta sizlar uchun yangicha chiroyli so'rilarimizni chiqarib boramiz. Like bosib, shunaqa katta so'ri olaman degan tanish bilishlarga yuborib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.